qorin pastlarida og'riqlar bilan, qon ketishlari bilan, ich qotishlari bilan murojaat qilganlar bemorimiz. Biz ko'rgan paytimiz bemorimiz bilan suhbat qilib, bitta fikrga keldik. Kimyoterapiya boshlanishdi. Kimyoterapiyani boshlaganimizdan keyin 3 kurs oldilar onaxonimiz. 3 kursdan keyin birinchi MRTdan keyin va oxirgi MRTni solishtirganimizdan keyin bemorimizda o'simtalari kichkina bo'lgan. O'sha kichkina bo'lgan sababli biz operatsiya qilishga reja qildik. Chunki kichkina hajmni olib tashlash osonroq. Shu sababli 2 kun oldin bemorga operatsiya qildik. Расширенная экстрапация матки с придатками. Bemorning ahvoli stabil. Уже bugun ovqat yeyishni boshlaganlar, kecha suv ichishni boshlaganlar, yuribdilar, kayfiyatlari zo'r. Xudo xolasa hozir gistologiya javobi chiqsa, o'shandan keyin yana qo'shimcha davomlichini olamiz. Hozirgi holatda perevazkalar qilganimizda juda zo'r, yara bitishi zo'r. Yaqin kunlarda uyga javob beramiz. Boshida menda nima desam, 10 yil deganda anaqadan qolganman-da, nimadan qolganman-da, qon kelishdan. 10 yildan keyin qon keldi. Ozgina keldi-da, ko'nglim g'ash bo'ldi. Keyin poliklinikaga borsam, yaxshi dedi. Keyin chasniga boray dedim, qizim olib bordi-da. O'sha yerda keyin hamma yog'imni, matka, pochkalarimni tekshirdi-da, yaxshi holat dedi. Keyin keling sheykangizni ko'ring dedi. Aniq sheykamni ko'rganda, keyin qonab ketdi. Keyin xola dedi, to'xting dedim, telefonga oldi-da, katta doktordan so'rab keling dedi. Keyin onkologiyaga boringlar dedi. Onkologiya, shahar onkologiyasiga, Archa ko'chaga bordim yerda. Borganimdan anaqa oldi biopsiyadan yana biopsiya tekshirdi. Uni qildi, buni qildi. Hali operatsiyadan darak yo'q. Voy rosa sarson qildi. Kimyoterapiya dedi. O'sha olishim kerak. Tezlashtiringda, qanaqa tezlashtirasiz? Bitta biopsiyani bir haftadan oshiq ko'radi. Keyin qaynim Xudoya tani joni sog' bo'lsin, umri uzun bo'lsin. Qaynimma o'sinim keling dedi, sizga dedi, bitta doktor topdim dedi. U qor yoqqanlarda tayyor bo'lib turing dedilar. Shuman keyin mana shu Mallayevga olib keldilar. Mana shu Mallayevni birinchi ko'ribchi, shunaqa anaqa kibr yo'q, boshqa yo'q. Bo'lmishi direktor deng. Voy anaqa xolajon deb meni kasallarim yo'q bo'lib ketdi. Siz yaxshisiz deb. Keyin qon oldi, sirazi kimyaga yotqizdi. Kimyaga yotqizdi. 3 ta kimyadan keyin o'sha meni anaqalarim kichrayibdi. Bular tekshirishganda. Kichrayganda o'shanda olib tashlaymiz dedi. Shu menam keyin yo'q, mana shunaqa bo'lib keyin bular operatsiyaga tayyorlashdi. Keyin kesib tashlashdi o'shani. Gap yo'q, men operatsiyadan oldin mana shu yigitchi, hozirgi gapirgan yigit. Voy muomalalarni ayting. Menchi o'zimchi anaqa nima deydi, osmonlarga olib ketdim. Va bo'ldi, men o'ynab kulib chiqaman deb motivatsiya berdi. Bir shirin so'z gapirdi deng. Aniq gap yo'q, hammasi ranmasadigilar ham mana shu yigit ham, lekin rosa ko'nglimni ko'tardi. Keyin yana bittasi bor, otini bilmayman, rosa yaxshi yigit ekan. Rosa menga anaqa shirin so'z gapirishdi. Motivatsiya berishdi-da. Xola kayfiyatni yaxshi, menga kuch berdi. Mana shu operatsiyaga qo'rqmadim-da, Allohga tavakkal dedim-da, shularni gapidan keyin kirib ketdi. Mana qarang, joyni farqi bor ekan bolam. Mana davlatnikiga boringlar deydi. Shu davlatnikidan bir men manfaat topganim yo'q. Alloh rozi bo'lsin, shu yerda ochib, shu yerda hamma odamlarga yordam berganiga. Hamisha kulib turishadi. Bir nima desangiz, xo'p deb kelishadi, yo'q demaydi. Ovqatlarim ichirib qo'yishadi, ish qilib hojatlarga yordam berishadi. Mashq og'ir bo'lib kelsa, sizni kayfiyatingizni ko'tarib, shirin so'z gapirib, motivatsiya bersachi, kasallaringiz qochib ketar ekan. Anuchi dunyoda soppa-sog' inson bo'lib qolar ekansiz-da. Men mana shunaqa tushundim. Lekin gap yo'q lekin. Mana shu o'zimni rosa yaxshi his qildim. Rosa yaxshi bo'ldim. Endi men roziman. Kimyoni bular yaxshi berar ekan. Mana o'sha toraytirib
mana shuncha narsa shuncha bo'lar ekanda, o'shanda kesib tashlar ekan. Bular unda qiynalmaydi-da, shartta kesib tashlar ekan. Ichimdan gapiraman. Mendan men roziman. Shularni olgan puli halol ekan. Mana shunchalik qilib qo'yishdi. Allohga behadli shukr. Mana operatsiyalardan chiroyli chiqdim. Operatsiya reanimatsiyada bir kun yotdim. Keyin ertasiga palataga olib tushib qo'yishdi. Yurolmas, sekin yurib, ovqatlarni yeb, ana qilyapman endi. Allohga shukr. Xudovoda shu doktorlarni ham tani joni sog' bo'lsin, umri uzun bo'lsin, kasb-koriga barokat bersin, martabasi bundan ulug' bo'lsin. Allohim Xudoya hamisha qo'llari yengil bo'lib, chetga kelgan bemorlarni Xudoya tuzatib, chiroyli operatsiyalardan chiqib, yaxshi bo'lib ketsin. Chetga kelganlar hammasi rozi bo'lib, oyog'imdan kelib, ana yugurib ketishlik Alloh nasib etsin. Hammaga shifo bersin. Doktorlarga ham tani sog', umri uzun bo'lsin, martabalari ulug' bo'lib, hamisha omadlarini bersin Xudoyim.